Sultonimni ishdan kutib olish uchun get ready with me. Oldinlari Instagramimda meni vechna kritika qiladigan bitta haterim bo'lardi. U ham bo'lsa o'zimni onam. Endi adamam Instagramda profil ochdi. Voy, anunda shuncha gap eshitdim. Ularni aytishlaricha, videoda erim deyishim noto'g'ri ekan. Как будто ты неграмотная deb qo'yadi. Blin, ada, и так еле-еле o'zbek tilida video olaman-ku. Rus sinfda o'qigan bo'lsam, gрамотно, неграмотно bilmayman dedim. Нет, всё равно o'qishing kerak, bilishing kerak dedilar. Tak, adaman katta qizman. Bu meni Instagram. Menga shunaqa udobno deyishga albatta duxim yetmadi. Hop dedim. Ertaga mabodo erimga xo'jayinim deb chiqsam, bilinki, я этого не хотела. Hazil albatta. Bilasam, bir tarafdan ota-onamga xafa bo'lgim keladi. Hechni kritika qilasizlar. No katta bo'lgan sari tushunmaymanki, har bitta zamichaniyalari, nasihatlari, kritikalari men yanada yaxshiroq, yanada zo'rroq, hayotim undan ham osonroq bo'lishi uchun ekan. Makiyaj bilan ukladkam tayyor, endi kelinskiy look tanlaymiz. Chunki Sanjarkamga ayog'i turmush o'rtog'imga shunaqa kiyinganim yoqadi. Bu birinchi variant edi. Mana ikkinchi variant ham bor. Xuddi shu fason, faqat rasvetkasi boshqacha. Voy, не то что erimga o'zim yoqib ketaman-ku. Oxirgisi menga eng ko'p yoqqan mana shu dvoyka bo'ldi. Sizlarni yaqinlaringlar kritika qilib turishadi. Unga norm qaraysizlarmi yoki menga o'xshab xafa bo'lasizlarmi? Videodagi hamma dvoykalar Royal Dress magazindan. Men esa turmush o'rtog'imni kutib olgani ketdim.